O'rindig'iga yaxshilab yopishib oling. Nimaga deb aytayotganimni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bu uyimiz hashamatligini ko'ryapsizmi? Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Central Uchastkida joylashgan uyimiz bo'ladi. Uyimiz 7 sotuvdan iborat. Narximi boshida aytaman sizlarga 2 million dollar deb aytilyapti. Qaranglar, fasadiga 2 million dollar shuni berib yuborishga arziydigan uyimiz bo'ladi. Yuringlar hozirlarga birinchi hovlisini ko'rsatamiz va qayerda basseyni bo'ladi. Basseynini ham ko'rsatib ketamiz. Bitta ko'ringlar, mana hovlini ko'ryapsizmi? Mana gullarini, mana archalarini bitta e'tibor bersanglar borib, shunaqa mazza qiladigan joylar bo'ladi. Har bitta joyiga detalni e'tibor bersanglar, mehr va yaxshigina pul otilgan desa ham bo'ladi. Mana bu joyini ko'ryapsizmi? Barbekü zonalar bo'ladi. Barbekü zonalari ham biram sifati baland urinuvda qo'yib ketilgan. Bu yerda endi ikkita 900 kg bemalol qo'yib qo'yadigan mashina joy qo'yib qo'yishgan. Bitta ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Bu ma'lumotimiz mana bu barbekü zonasini mana bu joyini ko'ryapsizmi? Bu yerda palovoy отопление qilib ketilgan. Bu degani qishda bu yerda bemalol qor tushsa ham muzlab qolmaydigan joy bo'lib turdi va narigi uyga kiraverishini ko'ryapsizmi? Granitni hozir shu yerga o'tib olamiz. Ko'rsatib o'tamiz. Mana shu granitni shuni kiraverishda bu yerda ham palovoy отопление qilib ketilgan. Shuni oyog'ingizga bossanglar ham, bilasizlar-ku, bir xil mehmondorchilik bo'lsa, shuni oyog'ini yechib kirib ketayotgan Mamatni bitta oyog'ini bosib, issiqqina maza qilib kirib ketishadi. Yuringlar endi sizlarga aytganimdek, va'da berganimdek basseynni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizni o'zini basseyni qilib ketilgan. Ko'rsanglarchi, yozda ham va qishda ham foydalanadigan zonasi qilib qo'yilgan, ko'ryapsizmi? Bu yerda istadigan moslamalar ham bor. Xohlagan gradusinglarga qo'yib qo'yib, bemalol cho'milsanglar bo'ladi. Bu yerda mana buni ko'ryapsizmi? Bu yerda alohida o'zini sanuzeli qilib ketilgan va bu yerda alohida dushovoy kabinkasi qilib ketilgan. Mana bunga e'tibor beryapsizmi? Turetskiy hammom qilib ketilgan. Har bitta joyiga e'tibor bering. Turetskiy hammommi? Boshqa joyda uchratmaydigan turetskiy hammomlardan biri bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Uyimiz, sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Uyimiz har bitta detaliga e'tibor bersanglar 2 million dollarga arziydi deb ayta olaman, chunki ko'ryapsiz, o'zingiz haqiqatda zo'r qilib ko'rilgan. Endi to'liq videoni men YouTube kanalida joylashtirib qo'ygan bo'laman. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol kelib o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsa ham bo'ladi. Past telefon nomerini qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilasizlar. Rahmat.